Xotin. Aha! Pul olib ber. Nimaga? Belim og'ridi, doktorga borib keling. Mang. Xotin 200 ming kamda. Bu nimaga ekan? 500 mingda. Bitta doktorga 500 ming so'mmi? Dori pora yozishi mumkin-da belima. Kunda kasal bu. Tezroq keling. Hay. Yurmang. Ha jonim, men hozir boraman. Har doimki joyda ko'rishamiz. Bu yerga qadam yoqmayapti. Bir izingga tushaysani? Nargizaxon, sizni bir restoranga olib borib shashlik olib beraymi? Pulini o'zim delayman. Shashlik? Xotin Kim bu? Bu meni doktorim belimda kircha bor ekan. Men siz uyda davolayman o'zim. Yuring odamga tushing. Xotin kechir qaytib qilmayman. Hozir belim uzilib ketadi. Ana shuni bo'ladi. Televizorlarda ko'rganman. Girjani ana shunda davolaydilar. Dadasi.